Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bu kanalda turk tilini o'zbek tilida eng sodda va tushunarli usulda o'rganamiz. Darslarimiz 0 dan boshlanadi. Shuning uchun avval turk alifbosini o'rganamiz. Keyingi videolarda esa talaffuz, grammatika, yangi so'zlar va kundalik suhbatlarni inshaalloh o'rganib chiqamiz. Yana turk madaniyati haqida ham qiziqarli narsalar qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Madaniyatlarimizning o'xshash jihatlari tomonidan ham gapiramiz. Agar turk tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalni kuzating. Unda biz darsimizga boshladik. Turk alifbosida 29 ta harf bo'ladi. Shulardan 8 tasi unli, 21 tasi undosh harf bo'ladi. Yana turk tilida unlilar ikki guruhga bo'linadi. Qalin unlilar, ingichka unlilar deb. Mana qalin unlilardan a tovushi, yana i, o va u hisoblanadi. Ingichkadan esa ingichka unlilarimiz e, i, ö va uy bo'ladi. Endi bu farq ko'pincha talaffuz va qo'shimchalarni to'g'rilab ishlatishda bizga kerak bo'ladi, lekin uni keyinroq o'rganamiz inshaalloh. Endi faqat alifboni o'rganib chiqaylik. Sizlar baribir qiynalmaysiz deb o'ylayman, chunki o'zbekcha va turkchadagi harflar deyarli bir xil. Unda tayyor bo'lsangiz, harflarni o'rganishga boshlaylik. Birinchi harfimiz, yana qo'limdan kelgancha men eslaganimcha o'zbekcha ma'nolarini ham aytaman. Bilmaganimni sizlar izohda yozingiz. Mana a harfi, a, at. O'zbekchada ham ot. Anne, anne, ona. Mana araba, araba, mashina, mashina. B harfi, B, balık. O'zbekchada ham baliq bo'ladi. Qattiqroq aytasiz siz, baliq. Yana bilet va bardak. Bardak, stakan. Stakan bo'ladi, bardak. Mana C harfi, C, o'zbekchadagi C tovushiga mos keladi. Juzdon, juzdon hamyon bo'ladi, adashmasam, hamyon. Cep, cep, cho'ntak. Mana cam, oyna, oyna. Ç harfi, Ç, çiçek. Çiçek nega yozmaydi qalam? Mana gul, çanta, sumka, yana choy. Siz ham choy deysiz. Deyarli bir xil, ko'rdingizmi? Choy, choy. D harfiga o'tdik. D harfi domates, domates, pomidor. Ko'rganingizdek, dars o'zbekchada dars bo'ladi. Duvar, duvar ham juda o'xshaydi. Sizlar davor deysiz. Davor, duvar. E harfiga o'tdik. E, elma, elma. Ekmek, ekmek, non. El, qo'l yoki sizda ham el bo'ladi. Mana F harfi, F, fil, fil. Fare, fare, sichqon. Fırın, fırının o'zbekchasini unutdim. Non pishiladigan joy. Bilsangiz yozingiz. Mana G harfi, G, gözlük, gözlük. Ko'z oynak, ko'z oynak. Yana güneş, quyosh, güneş. Gömlek, ko'ylak, ko'ylak. Mana qiziqarli harfimiz yumshoq G. Yumshoq G harfi G deb talaffuz qilinadi, lekin ko'pincha bu yumshoq G harfi ayrim so'zlarda Y harfi tovushiga yaqin eshitiladi yoki
yana ba'zi so'zlarda oldingi unli tovushini cho'zadi. Misol bu yerda ham boa xuddi G harfini ko'rmay O harfini takrorlab aytayotgandek boa bo'ladi. Yana o'ranchi talaba bo'ladi, talaba. Mana o'ranchida ham yumshoq G'ni ko'rmaysiz. O harfini 2 marta aytasiz. O'ranchi deb. Yana yağmur. Yana shu Y tovushiga misol beraman. Qachon Y bo'ladi? Ikkita unli orasida shu harfni ko'rsangiz, u harf Y'ga aylanadi. Misol, eğitim. Bu yerda eğitim deb Y'ga o'xshash yaqin aytishadi. Eğitim yoki yana değil emas degan so'z. Değilni ham yumshoq Y harfiga aylanadi. Unchalik qiyin emas. Qiyin deb o'ylamanglar. Yağmur ham yomg'ir deyarli bir xil. Mana H harfiga o'tdik. H. Hastane. Kasalxona. Harf. Sizlarda ham harf. Havluni ham unutdim do'stlar, yozingizlar. I harfi, ışık, chiroq. Mana irmoq, daryo. Izgarani ingliz tilidan grill deb aytasiz. Mana I harfi, anjir. Bizda esa anjir. İnternet. Yana inakka, sig'ir, inak. Qarang do'stlar, J harfiga o'tdik. J harfini C bilan adashtirmanglar. J harfi shu ko'pincha ruschadan kirgan J harfiga o'xshaydi. Japoniya. Jilet yoki jokey. Yaponiya. K harfi. K'ni yumshoqroq aytamiz. Misol köpek. It. Qalam deysiz siz qattiqroq. Voy, noto'g'ri yozdim. Mana qalam. Kitob ham juda ham o'xshash. Sizlar kitob deb B harfi bilan aytasizlar. Mana L harfi. Limon sizda ham. Lokanta. Osh pishiriladigan, osh yeyiladigan joy. Lokanta. Oshxona. Yana lira, bu Turkiyaning puli. Lira so'mga mos keladi. O'zbek so'mi, turk lirasi deb. Mana M harfi, massa. Shu ruschadan stol deysiz. Mutfak ham oshxona. Uydagi kichik oshxonalarimiz. Meva. N harfiga o'tdik. Anor. O'xshash, anor, nar. Nuqta. Yana juda ham o'xshash bir so'z. Nuqta. Yana nal. Nalning o'zbekchasini bilmayman, lekin otlarning oyoq tag'iga taqiladi. Bilsangizlar uni ham yozingiz. O harfi. Otobus. Oda. Xona. Okul. Maktab. Biz ham maktab deb aytamiz. Ö harfi. Ördek. O'rdak deysiz. Ödev. Uy vazifasi. Örnek. Misol. Örneğin deb misol keltirayotganda örneğin deb aytamiz. P harfi. Pul. Para. Biz ham pul deb aytamiz, lekin ko'pincha parani ishlatishadi. Yana R harfiga o'tdik do'stlar. R. Diqqat qarang. Biz R harfini unchalik qattiq talaffuz qilmaymiz. Ko'pincha misol radio.
Renk. Sizda ham renk deydi. Renk. Ruj. Ruj. S harfi. S. Soat. Sizlarda ham soat. Sinf. Sinf. Sizda ham sinf bo'ladi, lekin ko'pincha nechinchi kursdasiz deb savol keltirayotganda qancha sinfdasiniz deb so'ramiz. Shu kursga mos tushadi menimcha, yoki bosqich. Yana suv so'zi ham suv bo'ladi. Mana sh harfiga o'tdik. Zerikmanglar, oz qolibdi. Sh harfi. Shapka. Shapka o'zbekchasini shilyapa. Shilyapa. Shisha. Shisha ham deyarli bir xil. Ko'rdingiz? Shisha. Shakar. Shakarni ham siz shakar deysiz yoki kant deb aytasiz shekilli. T harfi. T. Top. Top. Telefon yoki taroq. Bir xil. Taroq. Ya. Mana U harfi. U. Uchak. Uchak. Samolyot. Mana uzun. Yana uzun bo'ladi sizda ham. Uyqu. Uyqu. Uxlash yoki shu so'zlar. Mana U harfi. Üzüm. Sizda ham uzum deydi. Ütü. Ütüni dazmol. Ülke. Ülke. Mamlakat bo'ladi. Tugyapti do'stlar. V harfi. V. Valiz. Shu valiz. Vishna. Sizda vishna bo'ladi. Vazo. Vazo gullar qo'yiladi-yu, suv qo'shib gullarni qo'yadigan kichkina. Y harfi. Y. Mana yumurta. Yumurta. Xorazm shivasida ham yumurtqa deb aytishar ekan shekilli, lekin ko'pincha sizlar bunga adabiy o'zbekchada tuxum deysizlar. Tuxum. Yildiz. Yulduz. Yo'l. Yo'l. Oxirinchi harfimizga o'tdik. Z harfi. Z. Zirafa. Zirafa. Jirafa bo'ladi. Yana zil. Zil qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq bu maktabda tanaffusda zil chaladi-yu, qo'ng'iroq. Shu. Yana zaytun esa deyarli bir xil zaytun bo'ladi. Ha do'stlar, ko'rib turganingizdek, harflarni qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Iloji boricha sodda va tushunarli qilib izohladim deb o'ylayman. Umid qilamanki, bu dars bu harflarni o'rganish sizlarga foydali bo'ldi. Umid qilamanki, zerikmadinglar. Albatta xatolarim bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan uzr so'rayman. Bu mening YouTube'dagi birinchi videom. Shu sababli biroz hayajonlanib ketdim. Yana nasib qilsa, keyingi videolarimni yanada sifatli va foydaliroq qilishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yana fikr va takliflaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, men o'qiyman. Sizlar bilan tanishishni ham istayman. Yana meni qo'llab-quvvatlashingiz uchun ham rahmat. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha, xayr.